hurmatli kitobxonlar, kutubxonamiz fondidan joy olgan jahon durdonalaridan mazkur to'plam haqida tavsif. Poyezd va avtomobilda yurishdan, kemada suzishdan qo'rqqani sabab xonasidan hech qayerga chiqmay jinoyatlarni fosh qilgan detektivni bilasizmi? Bu amerikalik yozuvchi Rex Stoutning qator qissalari qahramoni Nero Wolfning aynan o'zginasi. To'plamga kirgan oshxonadagi qotillik qissasi bosh qahramoni ham u. O'tkir aql, keng tasavvur, o'ta sinchkovlik voqealarni bir-biriga bog'lash va ularni tahlil qilish natijasida izquvar haqiqiy qotilni aniqlaydi. Eng qizig'i, qahramon o'z xizmati evaziga mashhur oshpaz hammadan sir tutgan tansiq taomning retseptini so'raydi. Nero Wolf bu orzusiga erishadimi yoki yo'q? Kitobxonlar, oshxonadagi qotillik qissasidan o'qib bilib olishingiz mumkin. Mazkur to'plam detektiv janrida yozilgan yana bir asarni o'z ichiga oladi. Italiya yozuvchisi Enzo Russoning Mafiya a'zosining iqrori romanida Giovanninoning boshidan kechirganlari bayon qilinadi. Giovannino o'smir chog'ida to'daga qo'shilganidan boshlab mafiya a'zolari bitta-bitta qo'lga olingunga qadar bo'lgan davr ichida ko'rgan kechirganlarini, jinoyatlarni o'z tilidan hikoya qilib beradi. Yoshi 50 dan oshgan sobiq mafiya a'zosining afsus va nadomatga to'la iqrori zamirida siz kitobxon o'quvchilar Italiya hayotida mavjud bo'lgan o'tkir ijtimoiy muammolarni ham ko'rasiz. Ushbu mazkur to'plamni aynan Taxitosh tumanimizdagi axborot kutubxona markazidan olib o'qishingiz mumkin.